Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyasidan ham ketaveramizmi deyman, do'stlar, nima deysizlar? Do'stlarni men xavotirga ko'pincha qo'ymayman, yaxshi joylarni olib chiqaman, unaqa narsalarni olib chiqmasam, shu gapirmasam iloji yo'q. O'zlaring bilasizlar, bugun ertalab nima ahvol bo'ldi? O'sha Sankt-Peterburgdagi Laxta Center tarafda ikkita katta dron tushdi, bazaga ko'rdilaring qanaqa ahvolda. Mana endi shaharlarga ham kirib kelyapti dronlar, mana ko'ryapsizlar. Mayda o'sha mana Laxta Center taraflarga ham keldi. Bu ham yaxshi edi, lekin mana bunaqa ahvol bo'lsa, bu yerda yurishning iloji ham qolmayapti. 2027-yil bu turishda hech kim qolmaydi Rossiyada, ishoninglar. Ko'rish kerak boshqa joyni, Yevropani ko'rish kerak. Mana shu yerga patent tashlayotgan pulimizni bemalol Yevropaga, Angliyaga kirib chiqib kela olamiz. Aqlimiz ham yetadi, lekin u yerda yo'l yo'riqni bilmaymiz. O'zbekistonimiz, xalqimiz mana shu yerga kelib anchadan beri o'rganib qolishgan Rossiyaga. Masalan, men uydagilarim 13 yildan beri ishlaydi. Men o'zim 2008 kelganman. Men o'zim ham anchadan beri. O'shaning uchun to'g'risi rizqimizni bergan bo'lsa, mana yurib turaylik, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Stavropoldagi IIVning migratsiya masalalari bo'yicha bo'limiga ishga patent olish uchun kelgan o'zbekistonlik migrantning egnida Ukraina qurolli kuchlari emblemasi tushirilgan futbolka bo'lgan. Bo'lim xodimasi va boshqa tashrif buyuruvchilar unga tanbeh berishgan. Biroq erkak qanday kiyim kiyishni o'zi hal qilishni aytgan. Shundan so'ng Stavropolning Lenin tuman sudi uning ishini ko'rib chiqdi va migrantni Rossiya qurolli kuchlarini obro'sizlantirish to'g'risidagi modda bo'yicha aybdor deb topib, 30 ming rubl miqdorida jarima belgiladi. Erkakning o'zi aybini tan oldi, lekin sud majlisiga kelmay, sud qarorini uyiga yuborishni so'radi. Sud chet ellik fuqaroning ishi yo'qligini, ammo uning qaramog'ida xotini va voyaga yetmagan farzandlari borligini hisobga oldi. Erkakning pushaymonligi yengillashtiruvchi holat deb hisoblandi. Sud deportatsiya qilmaslikka, balki ushbu jazoni uning tuzalishi uchun yetarli deb hisoblab, faqatgina 30 ming rubl jarima bilan cheklanishga qaror qildi. Bu haqda Redovka Telegram kanali xabar bermoqda. Sudning bunday qarori harbiy muxbir Dmitriy Steshinning noroziligiga sabab bo'ldi. Uning fikricha, harbiy mojaro paytida davlat muassasasida dushman ramzlarini kiyib yurganlik uchun 30 ming rubl miqdoridagi jarima ko'rinishidagi jazo juda yengil ekan. Harbiy muxbir rasman ishlamaydigan va raqibni qo'llab-quvvatlashni ochiqchasiga namoyish etayotgan shaxs nega Rossiyada qoldirilayotgani va deportatsiya qilinmayotganidan hayratda. Dmitriy Steshinning fikricha, sudyalarning bunday yengil qarorlari davlat qonunlarini buzadi. Oddiy fuqarolar va maxsus harbiy operatsiya ishtirokchilari esa dushman tarafdorlariga nisbatan bunday iliq munosabatni tushunmaydilar. Rossiyada chet el fuqarosining raqamli profili deb nomlangan yagona elektron tizim yaratilmoqda. U iyuldan boshlab to'liq ishlay boshlaydi. Mamlakat hukumati ushbu bazaga aynan qanday ma'lumotlar kiritilishini hal qildi. Migrantlar haqidagi ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida bir nechta davlat idoralariga MVD, Minselsxoz, Minsifra, FSB, MID, MCS, Roskadastr, FNS, Minprosvещение, Рособорнадзор, Rospotrebnadzor, Bank Rossiy va OMS fondiga to'plab yuboriladi. Bu haqda hukumat hujjatiga tayanib TASS xabar bermoqda. Raqamli profilga ismi, jinsi, yoshi, sudlanganligi to'g'risidagi ma'lumotlar, hisobga turish, haydovchilik guvohnomasi, transport vositasi va ko'chmas mulkka egalik qilish, ishlash uchun ruxsatnomalar va bank hisob varaqlari kabi asosiy ma'lumotlar yoziladi. Unga imtihon natijalari, shuningdek kurs va diplom ishlari mavzulari ham qo'shiladi. Hukumat ushbu ma'lumotlarni ishonchli himoya qilishni talab qilmoqda. Idoralar ularni Mir davlat migratsiya va ro'yxatga olish hisobi tizimi orqali almashadi. Har bir profil soddalashtirilgan, tasdiqlangan yoki kuchaytirilgan deb nomlangan statuslardan birini oladi. Eng yuqori kuchaytirilgan status chet el fuqarosi daktiloskopiya jarayonidan o'tgandan keyingina beriladi. Ma'lumotlar bazasidan davlat organlari va ayrim tashkilotlar foydalanishi mumkin bo'ladi, ammo bu faqat qonun tomonidan ruxsat etilgan hollardagina amalga oshiriladi. Shu bilan birga har bir chet el fuqarosi Gosuslug portaliga mustaqil ravishda kirib, o'zi haqidagi barcha ma'lumotlarni ko'rishi mumkin bo'ladi. Ushbu loyiha prezident Vladimir Putinning to'g'ridan-to'g'ri topshirig'iga binoan amalga oshirilmoqda. Davlat rahbari tegishli qonunni 2025-yil 9-iyulda imzolagan.
U IIVga ushbu elektron resursni 2026-yil 30-iyungacha yaratishni topshirdi. Yangi ma'lumotlar bazasi mamlakatdagi migratsiya bilan bog'liq vaziyatni yaxshiroq tahlil qilish va to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun aniq ma'lumotlarni to'plash maqsadida kerak bo'lmoqda. Bunday profil haqida ilk bor 2024-yilda Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev gapirgan edi. Bundan tashqari, Davlat dumasida avvalroq chet el fuqarolarini tanishuv saytlarida o'z shaxsini tasdiqlashga majbur qilish taklif etilgan edi. Ushbu taklif bilan IIV rahbari Vladimir Kolokoltsevga murojaat qilindi. G'oya muallifining fikricha, bunday qadam foydalanuvchilarning yomon tekshirilishi sababli yuzaga keladigan firibgarlik, tovlamachilik va boshqa jinoyatlar xavfini kamaytirishga yordam berar ekan. Podmoskveda 2 kishining o'limiga sabab bo'lgan narkotiklarni sotishda gumon qilinib, Markaziy Osiyo respublikalaridan birining 3 nafar fuqarosi qo'lga olindi. Qo'lga olingan xorijliklar 23 dan 34 yoshgacha. IIV viloyat bosh boshqarmasi vakili Tatyana Petrova ma'lum qilishicha, fojia 27-iyun kuni Salnishnogorsk yaqinidagi Bakeyeva posyolkasida yuz bergan. U yerda ijaraga olingan uyda bir guruh yoshlar tug'ilgan kunni nishonlayotgan edi. Narkotiklar iste'mol qilinishi natijasida 2 nafar mehmon voqea joyida vafot etgan. Yana bir necha kishi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Uyni ko'zdan kechirish chog'ida ba'zi ishtirokchilardan birida metadon topildi. Ushbu erkakka nisbatan tergovchilar jinoyat ishi qo'zg'atishdi. Ularga giyohvand moddalar yetkazib berishda gumonlanayotgan 3 nafar chet el fuqarosi Moskva va Yaroslavl viloyatida qo'lga olindi. Qo'lga olinganlardan birining uyida o'tkazilgan tintuv chog'ida tezkor xodimlar noma'lum modda bo'lgan 149 ta paketni olib qo'yishdi. Tekshiruv ushbu paketlardan 6 tasida mefedron borligini ko'rsatdi. Hozirda qo'lga olinganlar qonuniy qaror qabul qilish uchun tergovchilarga topshirilgan. Joriy yilning birinchi choragidagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonga xorijdan kelib tushgan pul o'tkazmalarida Rossiyaning ulushi 77,6% dan 72,4% gacha pasayib, Rossiyada patent asosida mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolari soni o'tgan chorakga nisbatan 8,8% ga kamaygan. Bu haqda Markaziy bank e'lon qilgan 2026-yil birinchi choragiga doir mehnat bozori sharhida keltirilgan. Qayd etilishicha, joriy yilning birinchi choragida aholi harakatlanuvchanligi, mobilligi o'sishda davom etgan. Ushbu davrda xorijga chiqqan O'zbekiston fuqarolari soni 1,63 million nafarni tashkil etib, o'tgan yilning mo'z davriga nisbatan 11,6% ga oshgan. Bundan tashqari, joriy davrda havo yo'llari transportida tashilgan yo'lovchilar soni sezilarli oshib, 2,25 million nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mo'z davriga nisbatan 32% ga yuqori bo'lgan.